Оның insani faziletlari haqında söylegim keledi. Бақытлы Сарыбаевтың кішіпейілігі, адамгершілік фазилетлері, hamda bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbati, оның hamisha күле шырай беріп жүруі har qanday insonni o'zine tortadi. Men Бақытлы Сарыбаевдай insonlarning ko'p bo'lуini, har bir insonni, har bir yigit insonning sonday bo'lуini қалар едім. Qo'shiqlarimda yosh бар ekanligini, ruhiy азық бар ekanligini qayta-qayta aytqim keladi. Qani edi bugungi kun yoshlarimiz tek sport universitetida emas, har bir maktabda, kerak bo'lsa, har bir institutda, respublika bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab maktablarida bizning Бақытлы Сарыбаев jaz qalamiyasining qo'shiqlarining o'qiluvini, bolalarning yod oluvini, hamda so'larni ruhiy азық sifatida foydalanuvini qalagan bo'lar edim. Men de bir ana sifatida Бақытлы Сарыбаевning mening anam qo'shig'ini o'qib o'tirib, to'lib tasday ilojimiz yo'q. Sebebi har bir inson anadan bunyod bo'ladi. Analar бар ekan, өмір go'zal. Analar бар ekan, farzandlarimiz baxtli. Har bir shang'irog'ini Бақытлы Сарыбаевтың күле шырай беруін, quyoshday kulib boruын, har bir shang'iroqda Бақытлы Сарыбаевтың kitoblarining o'rin oluvini, o'l-qizlarimizning, aqliqlarimizning, kelajak avlodlarimizning suyib o'quvini qalar edim. Prezentatsiya davomida student yoshlar shoir bilan uchrashar ekan, o'zlarining qiziqtirgan so'rovlariga javoblar oldi.